Judayam ko'p so'raysizlar psoriazga yo bo'lmasa vitiligoga, teri kasalliklari, ekzema, qichima, xullas hammasi qon ifloslanganidan teri doirasiga chiqqan. Bu qonni tozalash uchun avvalo ichki tozalov qilish kerak. Ichaklarni albatta bizani detoks program giyohimizdan foydalansanglar bo'ladi va uy sharoitida ham bajara oladigan tavsiyalarni beraman. Har kuni 500 gram sariq sabzi suvini ichish, har kuni 2 gram oq non kunjutini bilasizlar, o'sha kunjutdan yeyish, 5 gram piyoz urug'ini iste'mol qilish, 100 gram qizil lavlagidan iste'mol qilish, faqat suv qochgan non iste'mol qilish, kunora moshdekkina kattalikdagi 1 choy qoshiq suv bilan, sho'r suv bilan mumiyo yeyish, zuluk solish atrofiga o'sha dermatit toshganlarni va qora siydani 10 gramgina iste'mol qilish. Bundan tashqari qora simorodinani 4 kilogramini go'sht qiymalagichdan o'tkazib 2 kilogram asal qo'shib, buni 4 osh qoshiqda iste'mol